har bir islohotning albatta o'z ovozi bo'ladi. Buxoroda bu ovoz kundalik hayot shovqinlariga qorilishib ketgan. G'ala og'riga to'la bo'lgan bozordagi ovozlar yoki bo'lmasam qurilishdagi texnikalarning tovushi yoki bo'lmasam maktablardagi bolalarning sho'x-shodon kulgisi yoki bo'lmasam foydasiga ishlayotgan yangi korxonalarning qadam tovushi. So'nggi yillarda prezident tomonidan chiqarilgan qaror va farmonlar aynan mana shu ovozga, mana shu hayotga yaqin bo'ldi. Xo'sh, nima o'zgardi? Qaysi islohot kimning hayotiga qanday ta'sir ko'rsatdi? Bugun mana shu savolni men Buxoroning o'ziga beraman va albatta Buxoroning o'zi bizga javob beradi. yilga qadar yalpi hududiy mahsulot hajmi 14,4 trillion so'mni tashkil etib, aholi jon boshiga ko'rsatkich 7,8 million so'mga to'g'ri kelgan bo'lsa, 2025-yil yakuni bilan viloyat iqtisodiyoti 82,5 trillion so'mni tashkil etib, 2016-yilga nisbatan 5,7 barobarga o'sishi kutilmoqda. Aholi jon boshi ko'rsatkichi 2016-yilga nisbatan 5 barobarga yoki 7,8 million so'mdan 38,8 million so'mga ko'payadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti 2025-yil yakunlariga ko'ra 9 ta davlatni tinch osoyishta davlat deyapti, shundan biri O'zbekistondir. Buni zaminida katta mehnat turibdi. Bu albatta prezidentimiz rahnamoligida xalqimizni tinchlik, osoyishtalik, ta'lim sohasida, meditsina sohasida, qishloq xo'jaligi sohasida, turli jabhalarda hamma sohalar bugun O'zbekistonimizda bir barobarda bir rivojlanib bormoqda. Men bir buxorolik sifatida Buxoroda erishiladigan yutuqlarni aytmoqchiman. Ayniqsa quyosh elektr stansiyasida mana Qorovulbozor tumanida ishga tushirilganligi, G'ijduvon tumanida shamol elektr stansiyasini ishga tushirilganligi, Peshku tumanida esa shamol elektr stansiyasi yoki Olot tumanida esa quyosh elektr stansiyalarining ishga tushirilishining o'zi bu mamlakatimizning erishgan eng katta yutuqlardan biri deb hisoblayman. 2025-yilda Buxoro viloyatining Olot tumanida quvvati 250 megawatt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyasi hamda 63 megawatt bo'lgan elektr energiyasini saqlash tizimi, G'ijduvon va Peshku tumanlarida esa 1052 megawattli shamol elektr stansiyasi ishga tushirildi. Shuningdek, G'ijduvon tumanida 300 megawattli shamol elektr stansiyasi qurilishi boshlandi. yilga qadar viloyatda jami 2118 ta, shundan 57 ta yirik va 2061 ta kichik korxonalar ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, 2017-2025 yillar davomida umumiy qiymati 3,757,400 dollar bo'lgan 5934 ta investitsiya loyihalari ishga tushirilib, 84,964 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Korxonamiz 120 million dollar eksportni amalga oshirib, 80 million dollardan ortiq investitsiyani kiritgan. Hozirda jamiyatimizda shu MCJ tarkibida 5000 ga yaqin ishchi o'z faoliyatini olib kelmoqda. Asosan eksportlar qaysi davlatlarga bo'lyapti? Qanday mahsulotlar ishlab chiqarilyapti? Asosan biz o'sha to'liq zanjir asosida eksportni Yevropa davlatlari, Italiya, Belorussiya, Ozarbayjon, Rossiya, Qirg'iziston, Qozog'iston shu kabi davlatlarga unaqa qilyapmiz. Yana Rossiyadagi 5 ta shahrida savdo uylarimiz ochilgan. Boshlagan payti ilk yillari qanday bo'lgan? Birinchi fabrikamiz ishga tushganda ipiguruni qilganmiz. O'sha bilan boshlangan faoliyat. Boshlangan. Bugungi kunda shu tayyor mahsulotlar eksport qilinadi. Tayyor kiyim eksport qilinib kelmoqda. 2026-yildagi rejalar qanaqa? 2026-yilda hozir biz o'sha har bir mahallalar kesimida, o'sha G'ijduvon tumanida, Olot, Qarako'l tumanlarida aholiga qulaylik bo'lish uchun mahallalarning o'zlarida ham
tikuv fabrikalarini amalga oshirmoqdamiz. Hozirda shu ishlab chiqarishga borayotgan 8 ta tikuv fabrikasi ishga tushish arafasida turibdi. 2026 yil uchun mo'ljallangan rejalar asosida yana qancha ishchi o'rni yaratiladi? 1000 taga yaqin ishchi o'rni qo'shiladi, xudo xolasa. Hozir biz Buxoro viloyati Buxoro tumanidagi zamonaviy issiqxonalar majmuasidamiz. 2019-yilda Turkiya davlati bilan hamkorlikda 100% investitsion mablag'lar hisobiga tashkil qilingan bo'lib, mazkur issiqxonaning umumiy maydoni 30 gektarni tashkil qiladi. Mazkur issiqxonalar majmuasida eksport qilinadi hosili. Ko'chatlar ham yetishtiriladi va ko'chatlar mahalliy aholiga, mahalliy tadbirkorlarga, fermerlarga yetkazib beriladi. Mana 30 gektarga oynalik issiqxonalar qurildi. Bu oynalik issiqxonalar gidroponika asosida sabzavotlar yetishtiriladi. Shu sabzavotlarni yetishtirishda agronomlarga ehtiyojimiz bor. Agronomlarni tayyorlash akademiyasi tashkil etildi. Bir vegetatsiya davrida studentlar o'qib o'rgandilar. Bugungi kunda ham mana Buxoro davlat universiteti bilan shartnomalarimiz bor. Studentlar kelib dual ta'lim o'tkazadi. Tabiatga nisbatan odamlarni, mana yoshlarni bir qiziqtirish maqsadida botanika bog'i ham tashkil etildi. Bolalar kelib mana shu tabiat qo'ynida dam oladi, tomosha qiladi. O'zlari hali gul ko'chatlarini, gul tuvaklariga o'tkazib, o'zlari undan tabiatga nisbatan mehri uyg'onadi. Bu yerda turli xil sitrus mevalik ko'chatlar, o'zimizda uzum, o'rik ko'chatlari, pomidor, bodring, turli xil qalampirlar, sabzavotlar, ko'chatlari ham yetishtirib sotiladi. Asosan shu Buxoro viloyati, Navoiy viloyati dehqonlari, fermer xo'jaliklari, o'sha issiqxona egalari shu yerda oldindan buyurtma berishadi. Shu buyurtmaga asosan tayyorlab beramiz. Shu bilan birgalikda 1000 ga yaqin ishchi o'rni tashkil etilgan. Kelgusidagi rejalar qanaqa? Mahsulotning turini ko'paytirish borasida, eksport hajmini kengaytirish borasida 26-yilda rejalashtirib turibmiz. Yana 10 million dollar atrofida investitsiya kiritish, oynavand issiqxonalar qurilishi, kamida 200-300 kishigacha ishchi o'rni tashkil etilishi rejalarimizda bor. Bugun Buxoroda qaysi mahallaga kirmang, ularning barchasi bolalar ovozi, quvnoqlik, harakatni ko'rasiz. Albatta, yangilangan maktablar, obod bo'lgan, yangidan qurilgan, ta'mirlangan zamonaviy tipdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari. Bularning barchasi shubhasiz inson qadri, inson manfaati uchun xizmat qiladi. Mana shu manzaradan esa albatta maktabgacha va maktab ta'lim tizimidagi islohotlarni ko'rish mumkin. Bu yerda eng muhimi imkoniyatlarning kengayganida. Bolalar uchun qulay bo'lsin deb, ota-onalar rozi bo'lsin deb, o'qituvchilar qadr topsin deya maktabgacha va maktab ta'lim tizimi qayta qurildi. Yangi ruh, yangi tartib joriy etildi. Albatta buni bir nechta misollarda ko'rib chiqamiz. Ayni paytda Buxoro shahridagi 5-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotidamiz. Mazkur ta'lim dargohi 2022-yil 25-maydan o'z faoliyatini boshlagan. Unga qadar esa, ya'ni 2022-yil 25-mayga qadar mana shu hududda, mana shu joyda hech qanday bino bo'lmagan. Ya'ni bu bo'sh maydonga bunyod etilgan ta'lim dargohlaridan biri hisoblanadi. Mazkur ta'lim dargohi 270 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, bolajonlar uchun barcha qulaylik va shart-sharoitlar yaratilgan. Maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish ko'rsatkichi 2016-yilda 46% ni tashkil qilgan bo'lsa, 2016-2025 yillar davomida 91,7% ga yetkazildi.
Judayam keng sharoitlarimiz bor. Birinchidan guruh xonalarining, yotoqxonalarning jihozlashi, maktabgacha ta'lim tashkilotining o'zini loyihalash jarayonidan, ularning o'yingohlari, sport maydonchalari, yopiq turdagi basseynimiz, ingliz tili va IT xonalarimiz, jismoniy tarbiya faoliyatlari olib borayotgan xonamizning keng qamrovli yo'nalishlar bo'yicha jihozlab berilganligi, musiqa zalimizni, ularni san'atga bo'lgan muhabbatini ma'nan ham jismonan ham aqlan rivojlanishga juda keng imkoniyatlar va o'quv jarayonimizning o'zini tashkil etilishi, tarbiyachilarimizning ichki tarkib salohiyatiga juda katta e'tibor berildi. Prezidentimiz tomonidan yaratib berilayotgan keng imkoniyatlar oliy ta'limda har bitta tashkilotda yuqori salohiyatli, mehrli va tajribali kadrlar bilan boyitishga shuncha imkoniyatlar yaratib berilgan. Biz soha vakillari bundan juda ham minnatdormiz. Faqatgina bizdan ijro qilib berish qolgan. Prezidentimiz tomonidan berilgan imkoniyatlarni olib foydalanishimiz kerak xolos. Foydalanyapmiz ham. Bizlar paytimizda bunaqa sharoitlar yo'q edi. Shunday yaxshi sharoitlar yaratib berganlari uchun prezidentimizga kattadan katta rahmat deymiz. Juda ajoyib, chiroyli bog'chani bizlarga, farzandlarimizga, nabiralarimizga yaratib berganlari uchun sharoitlari zo'r. Bu yerda bolalarimiz kelajakda nabiralarimiz o'qib, ilm olishlari uchun hamma sharoitlari tayyor. Xursandmiz albatta. Bugungi kunda viloyatda 584 ta maktab, shundan 549 ta davlat, 536 ta umumta'lim, bitta prezident, 12 ta ixtisoslashtirilgan, 35 ta nodavlat maktab faoliyat olib bormoqda. 2016-2024 yillar davomida 593,6 trillion so'm hisobiga 190 ta yangi maktab qurildi, 190 ta maktab rekonstruksiya qilindi, 40 ta maktab mukammal ta'mirlandi. Mazkur qurilish ta'mirlash ishlari olib borilishi natijasida o'rtacha navbatlilik koeffitsiyenti 1 ga tushdi. Biz hozir Buxoro shahridagi 17-sonli umumta'lim maktabidamiz. Mazkur maktab binosi 2021-yilda qurilish ishlari boshlangan va 2023-yil noyabr oyidan o'z faoliyatini boshlagan. Barcha qulaylik va sharoitlarga ega bo'lgan zamonaviy maktabda bolalar, o'quvchilar tahsil olyapti. Mazkur ta'lim dargohida lift ham bor. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, respublikamizda lift o'rnatilgan maktab soni 2 ta. Birinchisi poytaxt Toshkent shahridagi umumta'lim maktabida bo'ladigan bo'lsa, yana biri mana hozir biz turgan Buxoro shahridagi 17-sonli umumta'lim maktabi. O'quvchilarimizning yetarlicha ta'lim-tarbiya olishlari maqsadida har bir fan kabinetlari va sinf xonalarida zamonaviy texnika vositalari joylashtirilgan. Oxirgi rusumdagi monobloklardan o'quvchilarimiz informatika darslarida foydalanishadi. Shuningdek, kadrlar masalasida ham o'tgan davrlar mobaynida jiddiy ishlar olib borildi. Jumladan oliy va birinchi toifaga ega o'qituvchilar soni 2016-yilda 1223 nafarni tashkil etgan bo'lsa, 2025-yilda mazkur ko'rsatkich 13746 nafarga yetdi. Malakali pedagoglarni moliyaviy rag'batlantirish ham o'z o'rnida. Keyingi yillarda prezidentimiz tomonidan aynan ta'lim sohasiga alohida e'tibor qaratishlari va har bir selektorlarda, majlislarda ta'lim, maktab deya qayta e'tirof etilishi meni ruhlantirdi va men o'yladimki, yo'q, men boshqa sohada emas, aynan mana shu ta'lim sohasida yuksalaman va aytilgan, berilayotgan barcha imkoniyatlardan maksimal darajada foydalanishga harakat qilaman deb o'z oldimga maqsad qilib qo'ydim va mana shu maqsadlarim yo'lida tanlovlarda ishtirok etdim, respublika natijalarini qo'lga kiritdim. Prezidentimiz tomonidan kamtarona mehnatlarim xalq ta'limi a'lochisi ko'krak nishoni bilan taqdirlanish darajasiga hatto keldim. Eng muhimi, meni ko'nglimni taskin topishiga sabab bilasizmi nima? O'quvchilarim qarshisida turib, men mana oddiy maktabda ishlab 20 milliongacha oylik oladigan o'qituvchi ekanligimni aytishdan faxrlanaman.
Yoshlarni zamonaviy kasblarga o'rgatish 2023-2025 yillarda xalqaro imtihon tizimlari bo'yicha yuqori ball daraja to'plagan yoshlarga imtihon topshirish xarajatlarini to'liq qoplab berish bo'yicha viloyatda jami 3204 nafar yoshga 6 milliard 160 million so'm mablag' to'lab berilgan. ...2018 yil 18 noyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qoraqalpog'iston Respublikasiga amalga oshirilgan tashrifi davomida Nukus shahrida o'tkazilgan uchrashuvda O'zbekistonning barcha hududlarida prezident maktablarini tashkil etish haqidagi xabarni e'lon qiladi va oradan 4 oy vaqt o'tgandan so'ng prezident maktablarini tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori imzolanadi. Shundan so'ng respublikamizning barcha hududlarida ishlar boshlanadi va 2019-yilda mamlakatimizning 4 hududida, poytaxt Toshkent shahrida, Nukus shahrida, Namangan shahrida va Xiva shahrida birinchi prezident maktablari o'z faoliyatini boshlaydi. Mamlakatimizning boshqa viloyat markazlarida esa 2021-yildan prezident maktablari o'z faoliyatini boshlagan. Bu maktablarga o'quvchilar 4-sinfni bitirgandan so'ng qabul qilinadi. Shubhasiz, mana shu ta'lim dargohida tahsil olayotgan o'quvchilar ham o'tgan yillar davomida bilim natijalari bilan xalqaro maydonlarda, xalqaro olimpiadalarda va bitiruvchilar esa dunyodagi top universitetlarga qabullardan o'tishi bilan prezidentimiz tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar berilayotgan e'tiborlarga o'zlarining ijobiy javobini berib kelmoqdalar. Bugungi kun yoshlarga juda ham ko'plab imkoniyatlar berilmoqda. Bizning yoshlarimizda juda ham katta potensial bor, juda ham katta kuch bor. Uni shunchaki ishlatib bilishimiz kerak. Kelajakdagi eng asosiy maqsadim bu investor va biznesmen bo'lishdir. Bu orqali men O'zbekiston Respublikamizning ekonomikasiga yanada ko'proq hissa qo'shib rivojlantirishni maqsad qilmoqdaman. ta hududdagi prezident maktablarida o'sha hududni eng saralangan 168 ta o'quvchisi uchun moslashtirilgan va eng sara o'qituvchilar ta'lim berishadi. Ularning 5 mahal ovqati deysizmi, har yillik masalan kiyim-kechaklarigacha, o'quv qurollarigacha o'quvchilarimiz ta'minlab beriladi. STEM fanlari bo'yicha Cambridge o'quv dasturi bo'yicha ta'lim berish uchun Cambridge sertifikatiga ega bo'lgan xorijlik mutaxassislar o'quvchilarimizga mahalliy mutaxassislarimiz bilan birgalikda ta'lim berishadi. Prezident maktablari o'quvchilarni bitiruvchilar natijalaridan kelib chiqib, bu yerdagi o'quv sharoitlarini ko'rgandan keyin hujjat topshiradigan nomzodlarning soni ham yildan-yilga oshib boradi. Birinchi yilda hamma sinflarga qabul bo'lgan bo'lsa-da, ba'zi bir sinflarga 200 gacha ham bormagan, 200 ta nomzod ham bo'lmagan. Lekin hozirda aynan 5-sinf uchun 2,5 mingdan oshadi nomzodlar. Birgina mana 2025-yilning o'zida 195 nafar yoshlarimiz dunyoda chiqib, fan olimpiadada oltin va kumush medallarni sovrindori bo'ldi. Shu yigit qizlarimizning necha foizi buxorolik? 12% dan ortiqrog'i Buxoro yoshlari tashkil qiladi. Bizning davrimizda bir oddiygina qum stadionlarda sport bilan shug'ullanganmiz. Bugungi yoshlarimizda shunday sharoit yaratilganki, Buxoromizda qilingan mana sport faslidagi ishlarni ko'rayotgan bo'lsangiz, juda katta sport faslidagi ishlar amalga oshadi. Buni zaminida bitta narsa yotibdi. Xalqimizni tinch, osoyishta, farovon yashayotganligi va yurtboshimizni ana shu g'amxo'rligi tufayli ana shunday ishlar amalga oshirilayotganidan behad xursandmiz. Buxoro viloyatida oxirgi 8 yilda hurmatli prezidentimiz tomonidan amalga oshirilgan islohotlar va tub o'zgarishlar natijasida viloyatning tibbiyot tizimi ham yangidan mutlaqo butunlay o'zgardi deb aytsak, menimcha mubolag'a bo'lmaydi. ...2016 yilgacha
juda ham eski binoda, juda ham tor, xonalar yetishmaydi, shoshilinch yordamga muhtoj bo'lgan bemorlarga tibbiy xizmat ko'rsatish sifati juda ham o'ziga yarasha edi. Mana muhtaram prezidentimizni 2016-yilda Buxoro viloyatiga tashriflari davrida mana shu siz ko'rib turgan yangi binoni qurilishiga poydevor qo'yildi. 2018-yilda mana shu yerda 500 qatnovga mo'ljallangan yangi qabul diagnostika bo'limi ishga tushirildi. Bugungi kunda bu viloyat aholisiga xizmat ko'rsatadigan eng yirik tibbiy muassasa bo'lib hisoblanadi. Barcha bemorlarning murojaati mana shu viloyatning o'zida hal bo'lyapti. Birorta bemorni biz Toshkent shahriga yoki chet elga oxirgi kunlarda ketayotgani biron joyda qayd qilingani yo'q. Bu bevosita diagnostikani yaxshi bo'lgani. Bu angiograf apparati. Buni vazifasi nimadan iborat? Buni vazifasi bugungi kunda yurak, qon tomir kasalliklari bilan shoshilinch ravishda murojaat qiladigan bemorlar, mana o'tkir infarkt kasalligi, bosh miyada insult kasalligi bilan murojaat qilgan bemorlarga shoshilinch ravishda ham diagnostika, ham o'z navbatida mana shu toraygan yurak qon tomirlariga stentlash amaliyoti mana shu apparatni o'zida bevosita shoshilinch ravishda mana bizdagi yuqori malakali mutaxassislarimiz tomonidan amalga oshiriladi. Bu asbobni biz vaqtida havas qilardik, orzu qilardik. Mana bugungi kundagi tibbiyotdagi islohotlar bizni markazimizga ana shunaqa xalqimizni yuqori sifatli tibbiy asbob uskunalardan foydalangan holda sog'lig'ini tiklash uchun xizmat qilib kelyapti. Chet elda qanday texnika bo'lsa, bizda ham o'sha texnikalar bor deyapsiz. Mana shu texnikalarni to'g'ri amalda qo'llay oladigan kadrlarning saviyasi, darajasi qanaqa? Bormi mana shunday kadrlar yetarlimi bizda? Savolingiz juda o'rinli. Haqiqatan ham bunaqa uskuna bo'lsa-yu, agar mutaxassis bo'lmasa, uni sifati bo'lmaydi, xizmat ko'rsatish sifati bo'lmaydi. Bugungi kunda bizga 450 ga yaqin malakali tibbiyot xodimlari faoliyat ko'rsatyapti. Mana birgina mana shu 2025-yil o'zida biz 60 ga yaqin mutaxassislarimizni chet ellarda mana davlatimizni ko'magida byudjet mablag'lari asosida biza chet elga, mana Turkiya davlati, Rossiya davlatiga, Polsha davlatiga, Koreyaga, Hindiston, boshqa davlatlarga yuborib mana shu yerda malakasini oshirib keldik. U yerdan olib kelgan amaliy ko'nikmalar hisobida xalqimizga mana shunaqa tibbiy xizmatni tashkil qilib beryapmiz. yilga qadar 110,2 kilometr, 2017-2024 yillar davomida 1265,2 kilometr umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llari ta'mirlandi, yangi qurildi. 2025-yil mobaynida 188,3 kilometr umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llari holati yaxshilandi. Muhtaram prezidentimizning 2016-yildagi 2583-sonli qarorlariga asosan ushbu avtomobil yo'li to'liq qaytadan rekonstruksiya qilinib, sement-beton qoplamasi bilan yangidan qurildi. Ushbu avtomobil yo'li Buxoro viloyati bilan Qoraqalpog'iston Respublikasini bog'laydigan asosiy magistral avtomobil yo'li hisoblanadi. yili hurmatli prezidentimizning Buxoro viloyatiga amalga oshirilgan tashriflari davomida Buxoro shahri markazida samarasiz foydalanayotgan sanoat zonasi o'rnida yangi zamonaviy shaharcha bunyod etish to'g'risidagi taklifi ilgari surildi va aynan shu yilning o'zida Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori ishlab chiqildi. Shu bilan Buxoro City qurilishi boshlanib ketdi. Hozir paytda Buxoro City'ning mana qurilish jarayonlarini ko'zdan kechiryapmiz, ko'rib turibmizda, necha foizi bitdi? Bu jarayonlar qanday kechyapti? Turkiyaning Studio Vertebra kompaniyasi tomonidan Buxoro City'ning bosh rejasi ishlab chiqilgan. Unga asosan majmua hududida 77 ta lotdan ko'p qavatli turar joylar, maktab, bog'cha, ijtimoiy va iqtisodiy binolar qurilishi belgilangan. Endi bugungi kecha kunduzda 75 ta lotimizda investorlarimizning takliflari ma'qullangan. Bu
Qurilishlarimiz amalga oshirilmoqda, jadal sur'atlarda davom etmoqda. Bugungi kecha kunduzda 14 ta lotimiz foydalanishga topshirilgan. Bitta savdo majmuasi, Karvon Shopping savdo majmuasi, mehmonxona, 11 ta lotimizda ko'p qavatli turar joylar. Shu bilan bir qatorda Al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasasi ham foydalanishga topshirildi. Mazkur o'quv muassasasi 2025-yil 2-sentyabr kuni foydalanishga topshirildi. Ayni paytda 450 nafar o'quvchi tahsil olmoqda. Matematika hamda informatika fanlaridan chuqur o'qitilishga yo'naltirilgan mazkur maktabda o'quvchilarimiz ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tomonidan sinov asosida o'qishga qabul qilingan va albatta yurtboshimiz e'tirof etganlaridek yoshlarimizning ertangi kuni bugun qanday ta'lim tarbiya olishlariga bog'liq. 13 yillik pedagogik faoliyatimdan kelib chiqib ayta olamanki, 2016-yildan boshlab ta'limdagi islohotlar yangi bosqichga ko'tarildi. Xuddi shuningdek, ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi ixtisoslashtirilgan maktab internatlari hamda tayanch maktablarning faoliyati fikrimizning yorqin dalili hisoblanadi. Sayyohlar sonini oshirish 2016-yilda viloyatga 101 ming nafar xorijiy va 726 ming nafar mahalliy sayyohlar tashrifi kuzatilgan. 2017-2025-yillar davomida Buxoroda Xalqaro ipak va ziravorlar, xalqaro zargarlik va zardozlik festivali kabi ommaviy madaniy va sport tadbirlari tashkil etilishi hamda turistik korxonalar soni 218 taga yetkazilishi hisobiga xorijiy sayyohlar soni 2.251 ming nafarga, mahalliy sayyohlar esa 4.123 ming nafarga yetkazildi. 2016-yilda viloyatda 3560 o'rinli 112 ta joylashtirish vositalari faoliyat ko'rsatgan. 2017-2025-yillar davomida ularning umumiy soni 675 taga, o'rinlar soni esa 17301 taga yetkazildi. Buxoro turizmining asosiy yo'nalishlaridan biri ziyorat turizmi. Viloyatga keluvchi sayyohlarning aksar qismi qadim tarix, madaniy meros yodgorliklari, muqaddas joylar bilan tanishishni, ular haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni istaydi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, so'nggi 8-10 yil Buxoro hayotida yangilanish va rivojlanish davri bo'ldi. Eng muhimi bu buxoroliklar hayotida aks etmoqda. Ta'lim sohasida, tibbiyot sohasida, yo'l infratuzilmasi deysizmi, xizmatlar sifati albatta yaxshilandi. Bugun Buxoro faqatgina tarix emas. Bugun Buxoro yangi O'zbekiston islohotlarining amaldagi natijasidir.